Chupa Chups, doimiy xursandchilik. O'zbek Tyson haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Jasurbek, familiyasi Jo'rayev. 1999-yilda tug'ilgan. Qashqadaryoning 7tom tumanidan. Bo'yi 1.68, vazni 72 kg. Hozirda 26 yoshda. Millati o'zbek, lekin o'zbeklar tan olishni istamaydi. Albatta hazil. Rus tilini bilmaydi. 18 yoshidan sport bilan shug'ullanishni boshlagan. O'zini Taysonni o'g'li deb hisoblaydi. 2022-yildan videolar chiqara boshlagan. Saturn bilan internet orqali tanishishgan. Odilxonga vizov tashlagan, lekin jangda yutqazib qo'ygan. Tishlarini sindirib qo'ygan. Registon choyxonasini reklama qilib chiqqan. Reklamada ovqatni tushirib yuborgan. 100 mingta layk uchun 500 ta отжимания qilgan. Pulsizlik tufayli Moskvaga borishga majbur bo'lgan. O'zini aytishi bo'yicha 1 million so'm pulni Bobur akasi ishlatib yuborgan. Mitti Vayn ham Tyson haqida video ishlagan va bu video uchun Tyson Mittimini Octagon ligaga chaqirgan. Registon choyxonasi Tysonga iPhone 15 Pro Max sovg'a qilgan. Motivatsiya berishni yaxshi ko'radi. Bo'y bo'lib ketsa, kino olishni rejalashtirgan. Trenirovkadan keyin tuxum yeyishni yaxshi ko'radi. Sardor Gangster bilan TikTokda tanishib qolishgan. Tyson bilan Odilxonning jangini Sardor Gangster tashkillashtirgan. Sardor Tysonga sponsorlik qilishini aytgan, lekin buni hype uchun aytgan. Futbol fanatka nikli qiz bilan sevishadi. U bilan TikTokda battle ham qilishadi va unga sovchi ham yubormoqchi. Video ishlashdan oldin qurilishda ishlagan. Ko'p odamlar Taysonga o'xshashini aytganligi uchun video ishlagan. Birinchi videosini o'zi mashhur bo'lib ketgan. Rossiyaga avtobusda borgan. Rossiyaga endi borganida o'rmonda adashib qolgan. Hattoki ko'chada qolib ketishga majbur bo'lgan. Intervyular ham bergan. Eng yaxshi ko'rgan ovqati tandir go'sht. O'zining aytishicha BMW mashinasi bor. Endigi maqsadi UFC ga chiqish. Real Madridning fanati hisoblanadi. Raqibimga kuchim yetmasa, qulog'ini tishlab olaman deb aytgan. Promoy efirlar qilishni yaxshi ko'radi. Saturn bilan juda ham yaqin do'st. Taysonnikidek tatu chizdirib olgan. Nursulton Ro'ziboyev ham Tayson uchun video ishlagan. Ijtimoiy tarmoqlardan foyda ko'rmaydi. Octagon ligaga chiqqanida hayajonlanmagan. Odilxondan revansh olishni maqsad qilib qo'ygan. Oynaga qaraganida o'zini ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi kola. Tyson somsalar degan choyxona ochmoqchi. O'zbek Tyson hayotda juda ham kamgap. Negativlarga alohida javob beradi. Kommentariyalariga Hindistonning bayrog'ini tashlashadi. Octagon ligani qapas jang deb aytgan. Amerikaga ketishni orzu qiladi. Ota-onasini yaxshi ko'radi. O'zining maxsus Taysoncha urush usuli bor. Ruscha gapirishlari memlarga aylangan. Hozirda Rossiyada reklamalar bilan shug'ullanyapti. iPhone 16 ni sotib olgan. Sotib olayotganida tushirib qo'ygan. O'zbek qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Kommentariyasiga 300 mingta Hindiston bayrog'ini tashlashgan. Damasni legenda deb aytgan. Husanovga omad tilagan. Hindistonga bormoqchi bo'lgan. Trenirovkalarni videoga olib qo'yishni yaxshi ko'radi. Van Damme degan bloger ham Taysonga vizov tashlagan. Hattoki soch stilini ham Taysonga o'xshatib olgan. Avtobusda yurishni yaxshi ko'radi. Oyog'idan travma olgan. Tayson meni oyog'imga keladi deb aytgan. Odamlarni ro'za tutishga motivatsiya bergan. 2 yilda o'zgarib ketishini aytgan. Tandir go'sht yemagan odam emas deb hisoblaydi. Kommentariyalardagi odamlarning tug'ilgan kuni bilan tabriklagan. Tyson laqabi bo'lishidan oldin Boyka laqabi bo'lgan. Tyson laqabi o'ziga yoqmagan. Yunkani qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Saturn uchun yig'lagan. Odilxon Taysonni hayotiga havas qiladi. Doim saqich chaynab yuradi. Erka Bulandan kuchliman deb aytgan. Instagramida deyarli 100 ming obunachisi bor va 151 ta post joylagan. Kallanga suv bilan uraman degan memi mashhur bo'lib ketgan. Hojatxona qog'oziga dastxat yozib bergan. Soldat qilib qo'ydi degan gapi trend bo'lib ketgan. Bruce Leening gaplarini ham aytib turadi. Taysonning keyingi jangi 19-aprelda bo'ladi. Saturn bilan hech qachon urush qilmasligini aytgan. Tyson talaba bo'ldi. Tushida ham Hind bayroqlarini ko'rgan. Yana bir marta jangda yutqazib qo'ysa, internetdan ketaman deb aytgan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.